بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alloh subhanahu va taolo ushbu sayyidul ayyom kuni barchamizga muborak qilgan bo'lsin. Duolarimizni ijobat qilsin, gunohlarimizni mag'firat qilsin. Mana birodarlar, 16 dars mobaynida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning eng ulug' sahobalaridan Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhahu haqida dars qilgan bo'ldik. Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu. Bu kishi kim edi? Qazo, hukm ilmida musulmonlarning eng bilimdoni. Ummatning eng rabboniy kishisi. Kunduzlari ro'zador, tunlari bedor. Xulofoi roshidlarning ichida Rasulullohga eng yaqini. Muhammad alayhisalomning uyida, Muhammad alayhisalomning tarbiyasida ulg'aygan. So'rovchi til va fahm qiluvchi qalb egasi. Jabroil alayhisalom olib tushgan vahiyning eng bilimdoni, ilmning rais boshlig'i, nuroniy aql egasi. Dunyo undan hech narsa ola olmagan va u ham dunyodan o'ziga hech narsa olmagan zohid zot. Ilm va hikmat bulog'i. Olamlar ayollarining sayyidasi bo'lgan Fatima-i Zahroning zavji. Islomdagi eng birinchi fidoi. Birinchi bo'lib islomga kirgan yosh bola. Yigitlarning sayyidi, ikki rayhonning otasi. Uni yaxshi ko'rgan kishi unga tavbo bo'lsin. Uni yomon ko'rganga vayl bo'lsin. U kishining ilmiga olimlar muhtoj edi. U kishining zuhdiga zohidlar muhtoj edi. Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhahu. Ali ibn Abi Talib o'zi haqida aytar edi: "Men Mustafoning birodariman. Nasabimda shak yo'q. Rasulullohning uyida ulg'aydim. Rasulullohning ikki quvonchi mening o'g'illarim. Rasulullohning va mening bobom bir. Muhammad alayhisalomning qizi Fatima-i Zahra mening zavjam. Shahidlarning a'losi Hamza ibn Abdul Muttolib mening amakim. Ja'far Toyyar onamning o'g'li." Kim bor tenglasha? Yaqin kela oladigan kim bor? Hech kim yo'q. Mana shu kishining hayotini o'qib o'rgandik birodarlar. Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Va bu kishining hayotini o'qib o'rganar ekanmiz, bu zotning yelkasiga xalifalik yuki yuklatilgandan keyin qanchalar mehnat mashaqqatda o'tgani kuni, biron kun tinchlik bo'lmaganligini ko'rdik. Va bu kishini qatl qilinishiga sabab bo'lgan insonlar ilmsiz yoshlar, johil yoshlar bo'lganligini ham ko'rdik. Ali ibn Abi Talibni boshiga Abdurrahmon ibn Muljim qilich bilan urdi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytib berganlaridek boshidan oqqan qon soqolini bo'yadi. Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhuni keyin uyiga olib ketishdi. Ibn Muljimda oyoq qo'lini bog'lab olib borishdi xalifaning oldiga. Ali roziyallohu anhuga qarab turib fikrga toldi. Shunga yaxshilik qiluvdimmi men? Shunga ikrom ko'rsatuvdimmi? So'ngra ey Allohning dushmani dedi Ibn Muljimga. Nimaga bunday qilding dedi. Axir men senga ihson qilmaganmidim? Ibn Muljim ha dedi. Nimaga bunday qilding bo'lmasam? U aytdi, mana shu qilichimni 40 kun o'tkirlab zaharlab turdim. Shu qilichim bilan Alloh odamlarning eng yomonini o'ldirishini so'ragandim dedi. Ali ibn Abi Talib aytdi, agar men o'lsam shu qilichi bilan o'ldiringlar uni dedi. Odamlarning eng yomoni sen ekanligini ko'ryapman. O'zini qilichi bilan o'ldiringlar dedi. Niyatiga yetsin dedi. Ali ibn Abi Talib shahid bo'lganidan keyin uni mana shu qilichi bilan chopib qatl qilishdi. Berilgan zarba haqiqatan qotil zarba edi. Ammo Ali ibn Abi Talib hali o'lgani yo'q. Es-hushi joyida. Aytdi, agar men o'lsam, mana shu qilichi bilan qatl qilinglar uni. Agar tirik qolsam, o'zim bilaman dedi. Shunday zarba berilishiga qaramasdan Ali ibn Abi Talibning es-hushi joyida. Yana dedi: "Ey Bani Abdul Muttolib, Amirul Mu'minin qatl qilindi deb musulmonlarning qonlarini oqizmanglar. Ogoh bo'linglar, meni faqatgina qatl qilgan kishi qatl qilinadi. Faqat meni qatl qilgan kishigina qatl qilinadi." O'g'liga qarab, "Ey Hasan, qara, agar men o'lsam, menga zarba bergani qatl qil. Uni musla qilmagin. Chunki men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni itni bo'lsa ham, garchi odamlarni tishlaydigan itni bo'lsa ham musla qilishidan man qilganligini eshitganman" dedi.
Ali roziyallohu anhuga zarba juma kuni tongda berilgan edi. Juma kuni birodarlar tirik edi. Shanba ham yashadi. Yakshanba kuni Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu vafot etdi. Vafot etgunga qadar bo'lgan 2 kun, 3 kun ichida quyidagi ishlar sodir bo'ldi. Jundub ibn Abdulloh roziyallohu anhu xalifaning huzuriga kirib, "Ey Amirul Mu'minin, siz vafot etsangiz, biz Hasanga bayat beraylikmi? O'g'lingiz Hasanga bayat beraylikmi?" Ali roziyallohu anhu, "Men sizlarni bu narsaga buyurmayman ham, qaytarmayman ham" dedi. Odamlar tayinlab qo'ying xalifani kim bo'lishligini deganida, Rasululloh falonchi xalifa bo'lsin deb tayinlamagan. Men ham tayinlamayman dedi. Agar Alloh bandalarga yaxshilikni iroda qilgan bo'lsa, mendan keyin ularni o'zlarining orasidagi eng yaxshisi ustida jamlaydi dedi. Xuddi payg'ambarimizning vafotidan keyin odamlarning yaxshisini ustida odamlarni jamlaganday dedi. Bu gapi bilan payg'ambarimizdan keyingi eng yaxshi odam Abu Bakr ekanligini Ali ibn Abi Talib aytayapti. Dunyodan ketadigan oxirgi kunida aytayapti. Abu Bakr Muhammad alayhisalomdan keyingi eng afzal inson deyapti. So'ngra o'g'illari Hasan va Husaynlarni chaqirtirib, ularga vasiyatini yozdirdi. Mana Ali ibn Abi Talibning vasiyati. Bismillahirrohmanirrohim. Bu Ali ibn Abi Talib vasiyat qilgan narsa. Albatta u Ali Allohdan o'zga iloh yo'qligi, uning yakkaligi va sherigi yo'qligiga hamda Muhammad alayhisalom uning bandasi va rasuli ekanligiga guvohlik beradi. Alloh uni, o'z payg'ambarini hidoyat va haq din bilan, garchi mushriklar xohlamasalarda, barcha dinlarga g'olib qilish uchun yuborganligiga guvohlik beradi. So'ngra aytdi: "Albatta namozim, ibodatlarim, hayot va mamotim butun olamlarning parvardigori bo'lmish Alloh uchundir. U zotning bironta sherigi yo'qdir. Mana shunga buyurilganman va men bo'yinsunchilarning avvali peshqadamiman." So'ngra aytdi: "Ey Hasan, senga, barcha bolalarimga va ahlimga Allohdan taqvo qilishni, faqatgina musulmon holingizda vafot etishingizni, Allohning arqonini mahkam tutib, unda firqalarga bo'linmasligingizni vasiyat qilaman. Albatta men Rasulullohning shunday deganini eshitganman. Nafil namoz va nafil ro'zalarning ko'pidan ko'ra odamlarning orasini salohiyati afzalroqdir. Odamlar orasini isloh qilinglar. Vala quvvata illa billah. Qarindosh urug'laringizni qaranglar va ulardan xabar olinglar. Shunda sizlarga qiyomatning hisobi oson bo'ladi. Yetimlar haqqi xususida Allohdan qo'rqinglar. Sizlarning oldingizda ularni zoyi bo'lib ketishlaridan ehtiyot bo'linglar. Qo'shnilar haqqi xususida Allohdan qo'rqinglar. Albatta ular Rasulullohning vasiyatidirlar. U zot bizlarga ularning haqlari xususida vasiyat qilaverar ediki, biz ular meros olarmikin bizdan degan gumon qilar edik. Qur'on haqqi xususida unga amal qilishda boshqalar sizlardan o'zib ketishidan Allohdan qo'rqinglar. Namoz xususida Allohdan qo'rqinglar. Albatta u diningizning ustunidir. Robbingizning bayti Ka'ba xususida Allohdan qo'rqinglar. Sizlar bor ekansizlar, u o'zi yolg'iz qolmasin. Ramazon xususida Allohdan qo'rqinglar. Albatta uning ro'zasi sizlar uchun o'tdan saqlovchi qalqondir. Alloh yo'lidagi qo'lingiz, molingiz va tillaringiz bilan bo'ladigan jihad xususida Allohdan qo'rqinglar. Zakot xususida Allohdan qo'rqinglar. Albatta u Robbning g'azabini so'ndiradi. Nabiyingizning zimmasi haqida Allohdan qo'rqinglar. Oralaringizda zimmiylarga zulm qilinmasin. Qo'llaringizdagi qul, cho'rilar va xizmatkorlar xususida Allohdan qo'rqinglar. Qaranglar, Alloh uchun haqni gapirishdan sizlarni malomatchining malomati to'sib qo'ymasin. Robbingiz sizlarga amr qilganidek odamlarga chiroyli so'zni so'zlanglar. Amr ma'rufni va nahiy munkarni tark qilmanglar. Aks holda oralaringizda yomonlaringiz sizlarga boshliq bo'ladi. Yaxshilaringiz duo qilaveradi, lekin duolar ijobat bo'lmay qoladi. Ey bolalarim, bordi keldini, bir-biringizga yordamni o'zingizga lozim tuting. Yana davom etdi. O'zaro aloqalarni uzishdan, mol-u davlatni ko'paytirish bilan musobaqalashishdan va bo'linishdan ehtiyot bo'ling. Yaxshilik va taqvo yo'lida bir-biringizga yordam beringlar. Gunoh va ma'siyat yo'lida bir-biringizga yordam bermang.
Allohdan taqvo qilinglar. Albatta uning jazosi qattiqdir. Ey ahli bayt, sizlarni Alloh saqlasin. Nabiyingizni sizlarning orangizda saqlasin. Sizlarni Allohga topshiraman. Sizlarga salomni va Allohning rahmatini tilayman. Bu Ali ibn Abi Talibni o'g'illariga va boshqa farzandlariga qilgan nasihati edi. Hasan va Husayn roziyallohu anhuma ikkalasiga alohida nasihat qildi. Alohida vasiyat qildi. Ularga dedi: ikkalangizni Allohdan taqvo qilishingizga ham vasiyat qilaman. Allohdan taqvo qilishingizni ikkovingizga ham vasiyat qilaman. Dunyo siz ikkingizga intilsa ham sizlar unga intilmanglar. Agar undan biron narsa sizlardan ketib qolsa, uning uchun yig'lamanglar. Haqni so'zlanglar, yetimga rahim qilinglar, itoatdagi kishiga ko'mak ko'rsating. Oxirat uchun ishlanglar. Zolimga hasm, dushman bo'linglar. Mazlumga yordamchi bo'linglar. Allohning kitobidagi narsaga amal qilinglar. Alloh yo'lida malomatchining malomati sizlarni ushlab qolmasin. So'ngra yana bitta o'g'li Muhammad al-Hanafiyaga aytdi: "Ey o'g'lim, akalaringga qilgan nasihatimni tushundingmi?" U ha dedi. "Akalaringga qilgan vasiyatimni tushundingmi?" U ha dedi. Ali aytdi: "Ey o'g'lim, shu narsalarni senga ham vasiyat qilaman. Yana senga akalaringni hurmat qilishingni, ularning haqlarini ulug'lashingni, u ikkisining ishlarini chiroyli bilishingni vasiyat qilaman. Ularning maslahatisiz biror narsani qilmagin." So'ngra Hasan va Husaynga qarab aytdi: "Sizlarga" dedi, Muhammad ibn Hanafiyaga ishora qilib, "unga yaxshilik qilishligini vasiyat qilaman. Albatta u ikkovingizning tug'ishganingizdir. Tahqiq bilasizlar, otanglar uni yaxshi ko'rar edi, va sizlar ham yaxshi ko'ringlar." Ali roziyallohu anhu mana shu boshidan qilich edi, jarohatlandi. Shu holda turar ekan, o'lishi aniq bo'lib qoldi endi. Xonadonidagi ayrim ayollarning yig'layotganligini eshitib, ularni tinchitib qo'yinglar dedi. Voh, ur solishmasin. Shundan keyin ham yig'dan to'xtamaganligini ko'rib turib, o'z holiga qo'yinglar. Albatta ular yig'lovchi dedi. Bu musibat, birodarlar, Hijratning 40-yili Ramazonning 17-juma tongida sodir bo'ldi musibat. Ali roziyallohu anhu 18-Ramazon yashadi. 19-Ramazon kunida u zotning pokiza ruhi Robbisining huzuriga ko'tarildi. Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhuni ikki o'g'li Hasan Husayn va Abdulloh ibn Ja'farlar yo'ntirishdi. Uni 3 kiyimda dafn qilishdi. Janozani o'g'li Hasan o'qidi. Shahid qilingan kunida Ali roziyallohu anhuning yoshi 63 ga yetgan edi. Xalifalik muddati 4 yil va 9 oy bo'lgan edi. Kufadagi Darul Imoraga dafn qilindi. Chunki havorijlar u zotning qabrini ochib yubormasliklari uchun ehtiyotdan shunday qilishgan edi. Ulug' inson vafot etdi. Olim vafot etdi. Qahramon vafot etdi. Taqvodor zot vafot etdi. Ali ibn Abi Talib vafot etdi. Hasan roziyallohu anhu turib, otasining vafotini e'lon qilib, odamlarga xutba qilib shunday dedi: "Kecha sizlarni bir kishi tashlab ketdi. Avvalgilardan biron kishi undan ilmda o'za olmagan. Keyingilar ham unga ilmda yeta olmaydi." Hasan davom etdi: "Rasululloh uni, Ali roziyallohu anhuni bayroqlar bilan har tarafga yuborar edi. Jabroil uning o'ng tarafida, Mikoil chap tarafida. Unga to fath berilmagunicha boshqa tarafga burilmas edi. Aytdik, Ali ibn Abi Talib qatnashgan bironta jangda mag'lub bo'lgan emas. Birontasida. Lekin qanday qatl qilindi ko'ringlar. Ali roziyallohu anhuning qizi Ummu Kulsum. Ummu Kulsumning kuyovi Umar ibn al-Hattob edi. Umar ibn al-Hattob ham bomdod namozida qatl qilingan edi, shahid qilingan edi. Mana endi otasi Ali ibn Abi Talib ham bomdod namozida qatl qilindi, shahid qilindi. Qachon bomdod namozini o'qir ekan, Ummu Kulsum hayajonga kirib, havorijlarda bu qilgan ishidan g'azablanib aytar edi: "Men bilan bomdod namozi. Unda kuyovim Amirul Mu'minin Umar ibn Hattob qatl qilindi. Unda otam Amirul Mu'minin qatl qilindi." Har safar bomdod namozini o'qir ekan, kuyovini otasini eslar edi. Kuyovi ham xalifa-i Roshid, otasi ham xalifa-i Roshid. Abdulloh ibn Umar
ham Ali ibn Abi Tolibni yaxshilik bilan esladi. Sa'd ibn Uboda aytadi: Havorijlardan bir kishi Abdulloh ibn Umarning huzuriga kirdida Usmon haqida so'radi roziyallohu anhu. Abdulloh ibn Umar Usmon ibn Affonning fazilatlari, qilgan amallari haqida gapiraverdi. Boyaga Havorij yuzlari burishib ketdi. Ibn Umar gapini tugatib turib, ehtimol bu narsalar senga yoqmayotgandir dedi. Ha dedi. Ibn Umar aytdi: Alloh burningni yerga chiqasin dedi. Bularning hammasi Usmon haqida haq. Bu Havorij Ali ibn Abi Tolib haqida so'radi. Ibn Umar Ali ibn Abi Tolibning mahosinlarini eslab gapiraverdi. Oxiri u shunday inson edi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga uning eng yaqin uyi edi. Uning nasabi, Rasulullohga yaqinligi, Fotimaning kuyovi, Hasan Husanning otaligini gapiraverdi. Havorijning yuzi yana burishib ketdi. Ibn Umar ehtimol bular ham senga yoqmayotgandir dedi. U ha dedi. Ibn Umar aytdi: Alloh burningni yerga chiqasin dedi. Yo'qol dedi. Ko'zimga ko'raman dedi. Hatto Ali ibn Abi Tolib bilan mana shu husumatlashgan Muaviyat ibn Abu Sufyon ham, hatto Muaviyat ibn Abu Sufyon ham yaxshi so'zlarni aytdi. Ali roziyallohu anhuning shahid bo'lganligi, o'lganligi haqida xabar yetganida istirjo qildi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. So'ng yig'ladi. Bu holatini ko'rib turgan ayoli Muaviyaga: "Kecha o'sha odam bilan urushyaptidingiz. Endi bugun o'lsa yig'laysizmi?" dedi. Muaviya aytdi: "Senga voy bo'lsin. Fazildan, ilmdan, fiqhdan odamlar nimani yo'qotib qo'yganligini bilasanmi?" dedi. Muaviya ibn Abu Sufyon birodarlar Ali ibn Abi Tolib bilan husumatlashib turgan kunlarida ham Ali ibn Abi Tolib Iroqda, Muaviya Shomda. Fiqhda biror bir masala chiqib qolib, Muaviya ibn Abu Sufyonga shuni hal qilib berisha olmasa, Ali ibn Abi Tolib bilan husumatlashib turganida ham odam jo'natar ekan masala so'ragan. Ali ibn Abi Tolib javobni aytib jo'natar ekan. Muaviya ibn Abu Sufyon Ali ibn Abi Tolibning qatlidan xabar topib dedi: Ibn Abi Tolibning vafoti bilan fiqh ketdi, ilm ketdi. Muaviyaning ukasi Utba ibn Abu Sufyon akasini bu gapni eshitib, sendan bu gapni shomlilar eshitmasin dedi. Maqtayotganligingni. Muaviya aytdi: tinch bo'l dedi. Bu haqiqat, bu insof dedi. Keyinchalik Muaviya ibn Abu Sufyon xalifa bo'lganidan keyin uning oldiga Ziror as-Suddai keldi. U kishi doim Ali ibn Abi Tolibning oldida yuradigan kishilardan edi. Muaviya unga aytdi: "Siflana Aliyan. Bizga Alini sifatlab bermaysanmi?" dedi. "Meni avf qiling Amiral Mu'minin" deb unamadi Ziror. Shunda Muaviya talabida turib olganida Ziror aytdi: "Agar Ali roziyallohu anhuni sifatlashlik kerak bo'lsa" dedi. "Vallohi u uzoqni ko'rar edi. Quvvatli edi. Qisqa gapirar, adolat bilan hukm qilar edi. Ilm va hikmat uning tilidan otilib chiqar edi. Dunyo va uning ziynatlaridan uzoq, tunlari bilan ibodatda huzurlanar edi. Ko'z yoshlari ko'p, uzoq fikrli, o'ziga xitob qilib doim nafsini ma'lumot qiluvchi edi. Kiyimning oddiysi, taomning soddasi bilan kifoyalanar edi. Vallohi oramizda ekan xuddi bittamizdaqa turar edi. Hamma qatori. Agar kelsak, o'ziga bizni yaqin qilar edi. So'rasak, javob berar edi. Lekin shuncha o'ziga yaqin qilganligi bilan haybatli edi, gapirishlikka jur'at qila olmas edik. Din ahlini ulug'lar edi. Miskinlarni yaxshi ko'rar edi. Quvvatli inson agar nohaq bo'lsa, undan umidvor bo'lmas edi. Zaif inson haq bo'lsa, uning adolatidan noumid bo'lmas edi. Allohni guvoh qilib aytamanki, uning ayrim holatlariga guvoh bo'lganman. Bu o'rinda Ziror ana shu safarlarda birida jamoa yotib uxlaganda Ali ibn Abi Tolib namoziga turganligini sifatlab aytib beradi. Tun kirdi. Osmon yulduzlarga to'ldi. Ibodatda, tazarruda turar ekan, Ali xuddi chayon chaqqan kishidek iztirobga tushgandi. Mahzun kishidek yig'ladi. Men uni hozir ham eshitib turgan deyman. Shunday holda turar ekan, Ali aytardi: "Ey Robbimiz, ey Robbimiz." So'ngra aytar edi: "Ey dunyo, meni aldamoqchimisan? Meni o'zingga tortmoqchimisan? Hayhot, hayhot, mendan boshqani aldagin. Tahqiq seni 3 taloq qildim. Sening umring qisqa,
majlising haqir, xataring ko'p. Zotning ozligidan ilmning, taqvoning, amalning ozligidan safar uzoq, yo'l vahshatli deradi. Muaviya Zirorning so'zini eshitib, roziyallohu anhu, Abul Hasanni Alloh rahmat qilsin. Abul Hasanni Alloh rahmat qilsin. Vallohi u shunday edi dedi. Muaviya so'radi so'ngra roziyallohu anhu Zirordan, unga bo'lgan qayg'uing qanday? Ali o'ldi, qayg'uing qanday? Ziror aytdi. Qo'lidagi bolasi so'yib tashlangan ayolning qayg'usidek dedi. Biz ham birodarlar Ali ibn Abi Talibga mana shunday bir qayg'udamiz. Biz Ali ibn Abi Talibni tutgan yo'lni to'g'ri deb bilamiz. Biz Ali ibn Abi Talibni yaxshi ko'rganni yaxshi ko'ramiz. Ali roziyallohu anhuni yomon ko'rganni yomon ko'ramiz. Birodarlar, Ali ibn Abi Talibning haqqiga duoda bo'lamiz. U zotni haq ustida bo'lganiga ishonamiz. Parvardigoro bizni va Ali ibn Abi Talibni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan, payg'ambarlar bilan, haq rost iymon egalari bilan, shahidlar va faqat yaxshi amallar bilan o'tgan kishilar bilan birga jamlashishni so'rab duo qilamiz. Va hasuna ulaika rafiqa. Ular esa eng yaxshi hamrohlardir. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.